Assalomu alaykum barchaga 3 kundan bo'lgani hisobiga zakazlarim yig'ilib ketdi. Zakazlarni o'z egalariga pishirib, tayyorlab yetkazib berishga imkon qadar harakat qilyapmiz. Bu piroglarni oxirgi juma kuni roditellarga, ota-onalar zakaz qilishdi, bog'cha va maktabdagi o'qituvchilar uchun. Chunki podarishni yegan, sovg'amizni yoniga qo'shimcha bo'lsin, приятно bo'ladi deb zakaz qilishdi. Kelinglar, bugun bu pirogni ko'rinishi to'g'risida gaplashamiz. Bu pirogga ko'rinishga keladigan bo'lsak, buni ichida hech qanday razrahитель yo'q, dro'ja yo'q, uni yo'q. Bunaqa ko'rinishda bo'lishi tabiiy hol. Bu slishkam pishib ketishi ham kerak emas. O'zi juda ham mayin narsa. Pishib ketsa kuyib qolishi mumkin. Bu pirog juda ham nozik tayyorlanadigan narsa. Hozir hamma правильный питаниyaga o'tayotgan zamonda bunaqa pirog juda ham dolzarb deb hisoblayman. Qovoq organizmga qanday foydali elementlar borligini juda ham yaxshi, mendan ham zo'r biladigan odamlar bor. Bemalol zakaz berib, yeb ko'rib, baho berishingiz mumkin. Meni kuzatib borayotgan barchaga kattakon rahmat. Keyingi reelslarda sizlar bilan yana qovoq to'g'risida gaplashamiz.